Germaniya yo'llarining afsonaviy qiroli Mercedes-Benz W124. Bu mashinaga ortiqcha tarix shart emas, chunki tarixni W124 yozgan. Mercedesning eng afsonaviy va eng chidamli kuzovlaridan biri 1984-yildan 1997-yilgacha ishlab chiqarilgan. O'zining mustahkamligi va o'zining ishonchliligi bilan mashhur. Hatto ayrim W124lar 1 million kilometrdan ortiq yurgan. 1993-yildan keyin model nomi E-Class deb o'zgartirildi. 1984-1997-yillar orasida 2,7 million tadan ortiq W124 ishlab chiqarilgan. Bu model juda ko'p motorlarda ishlab chiqarilgan. Shulardan biri esa eng chidamli motorlardan biri. 2 litr 4 silindrli 118-136 ta ot kuchi yiliga qarab. Maksimal tezligi esa 190-200 km/soat tezlik 10-11 soniya 0 dan 100 gacha yetarli bo'ladi. Lekin bu raqamlar qog'ozdagi haqiqatlar xolos. Asl haqiqat esa rulga o'tirganingizda boshlanadi. Mercedes-Benz shunchaki sportkar emas, hashamat uchun tug'ilgan monster. Xo'sh, sizningcha W124 afsona sifatida qoladimi? Javobingizni kommentariyada kutaman. Ha, aytgancha, mehnatimizni qadrlagan holda videoga bitta like bosishni unutmang.